Hammaga salom, bugun sizlar bilan 1,5 kunlik vlog qilamiz. Videoni ko'rishdan like, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Tezroq 100 ta bo'lib olishimiz kerak. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi olmamni yeb oldim. Shunaqa milashk ice cream chizib oldim. Va shunaqa baliq qilamiz kechqurunga va idishlarni taxlab oldim. Keyin shunaqa konfet yaxshi ko'raman, shuning uchun shunaqa yeb oldim. Va ovqatga narsalar archib, keyin namozimni o'qib oldim. Xullas, keyin mana namozim perexod qilganlarim unchalik o'xshamagan, uzr so'rayman. Keyin kiyimimni alishtirib oldim va cho'milishga kirib ketdim. Qaysi birida yuvinishni bilmadim. Eng yaxshi hidlisida tanlab oldim. Menga shunaqa olma hidlisi yoqdi. Вообще zo'r ekan. Keyin sochimni quritib oldim. Shunaqa tezlashtirganman. Shunaqa baribir uchlari sal nam bo'ldi. Keyin geometriyani bajarib, uy ishlarini bajarib oldim. Hamma ishimni bajardim. Mana. Keyin sovuq bo'lgani uchun shunaqa kiyib oldim. Kirish kiyib, ko'katlarni yuvib oldim. Perexod ham qilib oldim. Shunaqa qilib shovqin kelayotgan bo'lsa uzr, chunki balkonda turuvdim-da. Mayli. Bizda shunaqa baliq pishirdik va ovqatlanib bo'lgach anor yubordik, juda ham sho'r ekan. Keyin partam ustiga shunaqa yiqib oldim. Keyin ikkinchi kuni shunaqa namoz o'qib oldim bomdodni. Keyin kiyimimni alishtirib oldim. Shunaqa kiyimni like podpiska bosib qo'yinglar tezroq. Keyin shunaqa kiyinib sizlarga olaman deb video uzr. Mana maktabga ketyapman liftda. Sizlar bu yog'iga ovoz bermayman, o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Ketyapman. Videoga qatnashsanglar, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Mana sizga qiziq bo'ladi degan umiddaman. Hozir boramiz, ko'ramiz. Birinchi soat bo'lmaydi. Men boraman. Texonimiz berishdi. Mana ishdan chiqyapman, domdan. Juda ham ko'p video olganman, bilmayman nimaga. Shunaqa vloglar olgim keladi-da. Agar 20 ta like bo'lsa yana olaman. Tezroq like podpiska bosib qo'yinglar. Mana maktabga keldik. Keyin o'zinglar eshitinglar. Sizlarga maktabimni ko'rsatganman. Shunaqa qilib ko'chani jismoniy bo'latuvdi. Bizda jismoniy zalimiz hali bitmagandi. Shunaqa qilib sizlarga sinfni ham ko'rsatib oldim. Hamma o'tiribdi bilgan ishini qilib. Keyin biz oxirgi soat ingliz tiliga ketdim. Juda ham ko'p video olganman zinalarga chiqib. O'shaning uchun tezlashtirib oldim. Mana juda ham ko'p olganman. Sinfga borgancha. Sinfga kirib, xullas sizlarga salomlashib, boshqatdan nimagadir bilmayman. Xullas, keyin maktabdan chiqib mashinaga kuchukchalar ko'rib oldik, darvozani ko'rib oldi. Do'konam shularga mehri tushib qoldi. Nima qilamiz, lekin menga yoqmaydi kuchuklar to'g'risini aytsam. Keyin uyga kelib olib shunaqa kapchoni baliqni yeb oldim. Keyin sizlarga skrab qildim va kola va shunaqa sirop yeb oldim. Hammaga xayr.